titrlash qo'lbasiga menzurka yordamida o'lchab oldik. Hamda buning ustiga 2 metr amyakli buferdan qo'yamiz. O'lchovli razerka yordamida 2 metr joylashtirib qo'yamiz. O'ziz yo'q o'ziz. 2 metr o'zimizda ko'proq ko'tarib oldik. Bo'ldi, ana yetarli bo'ldi. Endi buni demak shu holatda bunga o'lchov qo'lbasiga o'tkazamiz. Keyingi qiladigan ishimiz demak asosan vodoprovod suvini demak qattaligini aniqlashda eriyoxrom qora indikatordan qo'shamiz. Demak agar bu holatda qo'shadigan bo'lsak, vino qizil rang hosil bo'ladi. Üç tomchi, 3-4 tomchi olamiz. Demek vino qizil rang. Vino qizil rang bo'lishiga ozgina agar bo'lsa qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Endi byuretkadagi trinomba eritmasidan qo'lbadagi eritma ko'k rang hosil bo'lguncha titrlaymiz. Demak qo'shish jarayoni demak mana byuretkani shu holatda ochamiz. Yo'q, ko'k rang hosil bo'lguncha titrlaymiz. Qo'shayotganda har tomchisini demak bu yerda albatta aralashtirib turish kerak. Demak bu har bir tomchisi bilan bu holatda demak aralashtiramiz. Konussimon tuzilganki bu qo'lbamiz. Har bir tomchisi tushishiga demak eritmasi to'liq bular aralashtirilgan holatda demak molekulalar bir-biri bilan albatta shu to'liq aralasha oladi. Davom ettirsangiz bo'ladi. Keling. Mana bizning tajribamizda hozir mana to'liq holatda demak ko'k rang hosil bo'ldi. Bu ko'k rang hosil bo'lishi demak biz bu yerda suvning qattiqligini nechaga teng ekanligini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak biz hozir shu nimada demak trilombaning hajmi 3,5 ml shu holatda mana sarf bo'ldi. Demak bu yerda shunday xulosa qilishimiz mumkinki, demak har bitta qo'shayotgan nimada tomchini albatta vaqtida aralashtirib borish kerak. Endi agar bu tajribani biz yana 2 marta titrlab turib, demak 3 ta tajribani bajarib bo'lganimizdan keyin o'rtacha qiymat shu tarzda olinadi. Endi yana 50 ml suvni shu tarzda demak quyib olamiz. Siz 2 ml yana amyakli buferdan o'lchab turing. Amyakli buferdan. Amyakli buferdan. Tursangiz, idishlar yaxshi ko'rinib chiroyli. Demak 2 ml nima qo'yapmiz? Amyakli bufer qo'yapmiz. Bundan tashqari endi vino qizil rang hosil bo'lguncha demak vino qizil rang hosil bo'ldi. Titrlash qo'lbasida demak byuretkadagi eritma bilan yana titrlashda davom etamiz. Uning uchun demak 0 belgisigacha yana trilombadan quyib olamiz. Quyayotgan vaqtda varonkani chap qo'l bilan ko'tarib, havo kirib turishini hisobga olgan holatda trilombani quyamiz.
yaqinlashayotganda sekinlashtiriladi. Oramkan ko'tarilgan holatda ham past qoldiqlarni shu tarzda qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 0 belgisigacha qo'yib oldik mana. Mana vino qizil rang hosil bo'lgan 50 ml vodoprovod suviga, demak, byuretkadagi eritma bilan demak tomchilatib qo'shib boramiz. Har tomchi tushgan vaqtda demak aralashtirib olishimiz kerak. Sal yuqori qo'lni ko'tarib. Ana, demak, bu qora rangga o'tib bordi, mana to'q ko'k rangga o'tib borgandan keyin biz bu titrlashni shu tarzda to'xtatamiz. Sariq bo'lgan trilombani byuretkadagi hajmiga qaraymiz. Demak, 3,5 dan ham ozgina o'tibdi, 3,7 ni tashkil qilyapti. Oldingi nimada ham shu tarzda hosil 3,7 sariq bo'lganda o'rtacha qiymat shu tarzda olishimiz mumkin bo'ladi.